Assalomu alaykum. Asiya Fasad klinker ishqibozlari. Mana bizda mehmonlar bor. Xudo xolasa Tojikiston Respublikasi Konibodomdan kelgan ukamiz bor. Bizdan xudo xolasa mana qoliplarimizdan olib ketishyapti. Mana 3D lazer so'killardan shulardan qilib beryapmiz. Xudo xolasa Konibodomda ham fasadni plitkalar ishlab chiqariladi. Xudo xolasa. Xushkelibsizlar, yaxshi kelibsizlarmi-ku? Xudo xolasa Tojikistonda ham bu biznesni yo'lga qo'yishimiz deyishyapti. Shunga kelishdi, mana qoliplarni olib ketishyapti. Xudo xolasa yana zakaz qilamiz deyapti borishib. Mana bizda har xil turdagi toshlarimiz bor. Qoliplari bir 6 7 xil 8 xil qoliplarimiz bor. Mana har xil turdagi qoliplar bor. Plitkalarimiz ham bor. Bu plitkalarga O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda jo'natib beramiz. Zakazlar qabul qilaveramiz. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarda kuzatib borishingiz mumkin. Bitgan uylar ko'p. Kuzatib boraverasizlar. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalar kelib, qolip ishlar o'rganib, qoliplarni olib ketaverasizlar. Mana qoliplardan olib, xudo xolasa olib ketishyapti. Davomi yana chiqishni boshladi. Hozir olib borishni ishni boshlashib turadi. Qolgani orqasidan yana olib ketishadi ekan. Xudo xolasa kelaverasizlar. Ishlab chiqarishni o'rgatamiz. Bu yerda yotoqlar bor, o'rganib ketishingiz mumkin.